Assalomualaikum. Bugungi uchrashuvimizning qatnashchilari Agrobank tarafidan ish tajribasi ekanida har oyda 3 marta sizlar bilan uchrashuv e'lon etilgan. Uchrashuvimizning bugun o'z 3-chi sonli uchrashuvimiz. Bunda masala sizlar bilan tadbirkorlarning finalga savollarga javob topib berib, ya'ni жұмыссыздықтан жұмысқа qilib daromadli hayot tarziga keltirib. Bunda biz Agrobankka Qaragöy rayonida 4 mahalla bekitilgan Savrqamal, Yesim, Qo'ybaq, Berdag'avchilar. Сол жерде fuqarolarni жұмыссыз fuqarolarni жұмыспен qamту, жұмыспен ta'minlash aslında planning masalasi сол. Bugungi bizda harakatda bo'lib turgan biznesga ko'mak dasturasini tiklaymiz va unda 4 yilga beramiz 6 oylik o'tdi. Bu 25%dan hayırlılar uchun 2% yengillik davrida 23% beramiz hayırlılar uchun. Bunda 3 shaxs kepilligi yana sug'urta polis, ya'ni sug'urta bo'yicha o'zbekiston bo'ladi. Bunda o'zingizni barlik kelasiz. Pasportingizni olib bersangiz, dokument tayyorlasangiz, uzatib 5 kun, 3 kunda chiqarib beramiz. Ikkinchi mahalla loyihasi degan dasturimiz bor. Bunda 1 milliongacha beramiz. Bunda ondan o'zingiz barlik kelasizlar. 3 shaxs kepilli bo'lsa sug'urta bo'lmaydi. Bu da 25%dan, hayırlılar uchun 23%dan. Son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 7 sentyabr 2014 yılı etilgan 3 qaror ekanida 100 milliongacha zaliqsiz beramiz. Bunda harakatda turgan firmalar. Sizning firmangiz harakatda bo'lib avvalda bo'lsa, keyin bir yil bo'lishi kerak. Onda sizga 100 million chiqarib beramiz, zaliqsiz 300 milliongacha chiqaramiz, agar siz kredit berib olsangiz. Bunda yaxshi, bunda qanday firmani shu yeni firma boshlab bo'lsangiz, salohiyatli tadbirkorlar bizga ro'yxati qanday qilgan, shu ministerlarga so'z ro'yxatda bo'lsangiz, sizga 100 million chiqarib beradi. Bunda qanday salohiyatli qilasiz degan. Oldin aylabiy tadbirkorlikdan jengillik ketadi, 14%dan oldin so'rayda avval bunga javob bizga tizimga tushgan bo'lsangiz chiqarib beradi. Bunda yaratishimiz kerak. Bu Qaragöy 3-chi toifa qilgan uchun bu 21%dan, hayırlılar uchun 19%dan. Agar firma bo'lsa, firma boshlig'i hayırlar bo'lsa, bu 19%dan bo'ladi. Mana jo'ramizning aytganday shaxslar O'zbekiston Respublikasining 6-chi qarori ekanida shaxslarga 5 yilga beramiz, 2 yillik o't davri bor. Bunda 18%dan o'tkazish o'rnini, ya'ni siz olgan tovarga o'tkazib beramiz, shartnoma ekanida o'tkazib beramiz. Bu 3 shaxs kepilligiga yana sug'urta o'zingizdan bo'ladi. Bu 3 oy, bastava 3 oy faizdan asosiy to'laysiz, 3 oy yengillik to'laysiz, 3 oydan keyin 2 yilga keyin faiz to'lab boshlaysiz. Ondan keyin 3-chi yilda 5-chi yilga keyin asosiy 200% to'lab boshlaysiz. Agar tushunmagan savollarınız bo'lsa, bizning statsiya tarmoqlarimiz bor. So'ng a'zo bo'lib, ko'rinib boshlab borsangiz bo'ladi. Agar usul aytilgan kredit mahsulotlarimiz sizga ma'qul bo'lsa, to'g'ri tayyorlasangiz, o'zaro 5-6 million